O'zbekning ardoqli shoiri Muhammad Yusufning ushbu to'plami Xalq bo'l elim deb bejiz nomlanmadi. Uning ijodida xalqiga, vataniga cheksiz sadoqat va fidoyilik mavzusi asosiy o'rinni egallagan. Ushbu to'plamga shoirning turli davrlarda bitilgan eng sara she'rlari, dostonlari kiritildi. O'ylaymizki, u she'riyat muxlislariga munosib tuhfa bo'ladi. Qadim yurtga qaytsin qadim navolarim, qumlar bosib qurimasin daryolarim, alpomishga alla aytgan momolarim, ruhini shod etay desang xalq bo'l elim. Ko'z yoshlaring aylansa ham dengizlarga, qo'rg'oningni bermay desang chingizlarga, Ulug'bek nom qo'yib ketgan yulduzlarga, yuzim bosib o'tay desang xalq bo'l elim. Go'ro'g'lilar qonga botsa g'irotlarda, ko'r o'g'illar yurtin sotsa xilvatlarda, Boburing bexabar yotsa xirotlarda, borib men uyg'otay desang xalq bo'l elim. Kuyib ketdi kitoblaring karvon karvon, sinolaring malhamiga mushtoq zorman. Ko'ksingda ham 5 asrlik kuyuk armon, Navoiyga yetay desang xalq bo'l elim. Osmon diling orzulari turna qator, ota meros yerning o'zi bir iftixor. Ostonangdan oftob chiqar oftob botar, kunlaringga qaytay desang xalq bo'l elim. Qadim yurtga qaytsin qadim navolarim, qumlar bosib qurimasin daryolarim, alpomishga alla aytgan momolarim, ruhini shod etay desang xalq bo'l elim.